Avazbekda ketdi. Xohlaymizmi yo'qmi? Avazbekda ketdi. Bu narsani hech qanaqangi boshqa gaplarsiz tugatsa bo'ladigan holat edi. Men o'sha kuni oldin o'tgandan keyin o'sha yerga yaqin bu yoqqa qarab yo'lga chiqqan bo'lsak, kun bo'yi ishda bo'ldim. Keyin Sherzoddan xabar olib turdim, telefon qildim, nima bo'lyapti, uydagilarga aytdinglarmi desam, qanaqa qilib aytishni bilmayapmiz aka. Shunaqa hozircha Avaz aka bilan bog'lanib turibmiz dedi. Avazbek videoda endi hammada ham bor bu narsa, blogerlarda hammasida ham bor. Xuddi go'yoki o'sha kuni shu holatda mana shunaqa bo'ldi deb hammasi ham o'sha ish qiladi. Bitta Avazbek emas, hammasi ham shunaqa qilsa kerak. To'g'ridan to'g'ri. Farida opa ular haydayotganda uyida 1.700.000 puli qolib ketgan Nozimani haligacha bermagan. Bermaydi ham u pulni. Beradi, boraman yaqinda. Shunday qilaman, beradi. Menda yozgan SMS'lari bor. SMS'larni o'sha 1.700.000 ololmayapman. Opa, politsiyaga beray, nima qilay deb mendan maslahat so'raganlar bor. Men sizga tashlab beraman. Bu 1.700.000 qancha bo'ladi dollarga? 1.5 mingcha bo'lsa kerak. Hamma qilyapti. Dilaga qil, nima xohlayapti? Primoy bo'lyaptimi? Nima bo'lyapti? Kirmayman men hech qayerga primoyga hozir. Voy, ularning gapi hammasi yolg'on. Menga kerak emas ularning gapi. Men o'zim boraman, men militsiyaga gaplashaman. Kirmayman. Keyin haqiqatdan Sherzod Nozimani urgan ko'zim oldida. U Dilshoda tili orqaga ketib qoladi degan gapi yolg'on. O'zidan o'zi qizingizni tili orqaga ketib yerga yotib oladigan odati bo'lmagan. Qachonki kaltak yesa, endi erkak kishini kuch ko'p bo'ladi-yu. Kaltak yesa o'shandagina yerga yotib hushdan ketib qolib tili orqaga ketgan. To'ppa-to'g'ri u gap. U kaltakdan keyin bo'lgan. Hozir Sherzod ham premyer efirda kiyib o'tirgan kurtkasini yechsin. Umuman kiyimini hammasini yechsin, Nozimani puliga sotib olgan. Suyuga to'ngda borib kiyim qilib kelgan. U yechinsa yalang'och yurish kerak o'zi ko'chada, yalang'och yursin. Uni keyin shunaqa qilib kelishgan, ishlashgan, yaxshi yashashgan. O'shandan keyin Sherzod qo'ymadi, baribir keldi, ko'rishishdi, gaplashishdi. Ishlayotgan paytda ham ishxonadan sudrab olib chiqib ketib, urib, boshqa qilib, uni puliga yashab, men o'zim oldimda ham mashinasiga zapravkani Nozimani kartasidan qilgan. Uyga produktani ham Nozimani kartasidan qilgan. Usta kiyib yurgani halol ekanda, Nozimani ishlagan joyi fohishaxona, jalabxona harom ekanmi? Aytmang. Kurtkasi halol-ku hozir kiyib yurgani. Aytmang. To'g'risini gapirsin-da hammasi. Farida ham hozir o'yin o'ynab o'tiribdi-da, uni unaqa qiladi, buni bunaqa qiladi, uydi buydi, men u qilib yuborganman, bu qilib yuborganman. Hammasi yolg'on. Sezdim. Majburlab ishlatgan, qochib qutulmasa qizingiz qutula olmadi yerdan. Qochib qutuldi, o'shandan keyin jim bo'ldi. Bu yerga siz qotil degan so'zni yozadigan bo'lsangiz, mana bu ayolning videosini bugun menga ko'pchilik jo'natdi. Shunga qisqacha fikr bildirib o'tib ketaman. O'zi aslida bu ayol haqida 1,5 oy oldin video rolik chiqarish niyatim bo'lgan. Endi chiqarmaganim o'ziga yarasha sabablari bo'lgan. Eslasanglar, boshida hamma направление Sherzodga qaratilayotgan vaqtda bu ayol Noziman tarafini olib chiqqan 5-6 ta video rolik chiqargan, o'zim ko'rganman. Keyin orada hamma направление Sherzoddan bloger Avazga qaratilgandan keyin bu ayol videolarini o'chirib tashlab turib Avazni tarafini olib chiqishni boshlagan. Lekin u mahallarga videolarining ustida aviakassasini nomi yozilgan edi. Shunda tushunganman, bu ayol prosta o'zini aviakassasini reklama qilish maqsadida shu narsani qilyapti deb unchalik e'tibor bermaganman. Keyin orada bu ayolni suddagi, ya'ni tergovdagi gap so'zlar tashqariga olib chiqyapti degan gap so'zlar bo'ldi. Shundan keyin bu ayol haqida qiziqsam, bu ayol bloger Avazni tutungan opasi ekan. Bularda bordi keldi, salomatligi bor. Bloger Avaz doimiy bundan bilet olib turgan. Shundan keyin tushunib yetdim, bu ayol shunchaki tanish bilishlik qilyapti. Endi o'zingizlar bilasizlar, biz o'zbekchilikda shunaqa narsa bor. Yaxshi statusdagi sizni tanishingiz bo'ladigan bo'lsa, baribir paxta qo'yasiz. Endi ertaga bloger Avaz oqlanib netadigan bo'lsa, baribir bu ayolda aviakassasini reklama qilib beradi, boshqa qiladi. Va shuning uchun bu ayolga unaqa interes qilmasalar ham bo'ladi. Bu ayolda unaqa jinoyatga interesi yo'q. Bu ayol shunchaki maqsadi o'zini aviakassasini reklama qilish. Так что bu ayolning videosini menga jo'natib o'tirmanglar. Assalomu alaykum. Har bittalaringizni e'tibor qilishlaringiz kerak bo'lgan bitta mavzu ko'tarilyapti. Tim bo'lib Koreyada yurgan musofirlarning nomidan
gapirishga haqqim yo'qdir balki. Bu narsa menga qiziq emas hozirda. Hozirda qiziq bo'layotgan narsa men yoqqa ketyapti. Bitta video ko'rib qoldim hozir. Shu narsadan keyin buni video ajina deydi, nima deydi? Men o'zi unaqa kimdir orqasidan tanqid qilib chiqadigan qanaqa bloger emasman. Shunchaki bir og'iz gapim bor. Bittasi chiqyapti o'zbek qiz bor. Ko'chaga chiqyapti, orqasiga 4 ta koreys ayol yig'ib olgan. Hamma joyga baqirib, Nozimaga adolat, shu Avaz akaning voqeasi. Menga oldin aytib, Avaz aka ham, Nozimasi ham, Amerikadagi debil javohir bor, dalilus. U ham menga hech kim. Menga o'zbekman, hammasi meni bitta joyda turadigan vatandoshlar. Ey, men ular uchun gapirayotganim. Kim meni tanisa, meni kuzatayotgan bo'lsa, shu videoni tarqatinglar, like bosinglar demoqchi emasman. Prosta bor, sharmanda bo'lyapmiz, ishoninglar. Ey, sizlarning dastinglaring ham bor-ku, o'sha ko'chaga chiqib oladigan, o'xshaydigan qizlar bor. Yaqinda tarqaladi bu video, hozir birinchi men ko'rdim. Ey, chidab bo'lmaydi bor-ku. O'zbeklar yer bilan bitta qilib tashlayaptilar-ku. Nozimaga adolat, shuni erkak, o'zbek erkagi shuni Nozimani uyiga hech kim kirgizmaydi. U Koreya politsiyasini sotib olgan, unaqa qilgan, sotib olgan bo'lsa sotib olgandi. O'ldirgan bo'lsa o'ldirgandi. San va sanga o'xshaganlar uchun emas buni muhokama qilish. Yo Nozimaga so'ka bo'lish sanga emas. Kim gunoh qilgan bo'lsa, kim ayb qilgan bo'lsa o'zi javob beradi. O'tirib olib ko'chaga hammaga shavirlab bilan qo'pol bo'lsa ham-da, sizlardan yordam. Shunaqa videolar chiqib qolsa, TikToklaringda, Instagramlaringda shu voqea bo'yicha kimdir boyga bilmadim men. Nozimani vaqtida Norbangda ishlatgan bittasi ham chiqdi, sharmanda qilib. Bu yoqdan uni tarafdorlari chiqyapti. Men bu yergacha keldi bor. Men bu yergacha. Haqlaring yo'q. Haqlaring yo'q. Men bu yoqda o'zbeklar ishlayapti. Butun dunyoda ishlayapti. O'zbeklarni sharmanda qilishga haqlaring yo'q. Huquq berilmagan sizlarga. Balkim bas qilarsizlar. Shu Nozimani ham muammosiga ham, boshqasiga ham. Turganimiz bor bizlar musofir yigitlarimiz. Shuni o'zbek erkaklari unaqa bunaqa deysizlar. Qanaqa bo'laylik? O'rgat. Bitta o'rgat har birimizga. Qanaqa bo'lishni o'rgat. Kelib olib qarasga yerga tegasan-da, shumi erkaklari, o'zbek erkaklari qaysi biringga ishonaylik, qaysi shularga ishonamizmi deysan biladi. O'rgat bizga qanaqa bo'lishi. O'rgat olaysanmi? Yig'ishtiringlar. Kim shunaqa video ko'rib qolsa, darrov blok qilib, komment ham yozmanglar, boshqa ham qilmanglar. Blok. Ayrim blogerlarga ham tegishli. Bu mavzuni kimdandir qirq olasizlar, Jon Liverdan qirq olasizlar, shu mavzuni 4 ta like olish uchun tarqatsanglar bizga. O'zingni otang, o'zingni onang yashab turgan vatanni sharmanda qil. O'zingni otang, o'zingni onang turgan o'sha o'zbeklarning qatorini sharmanda qilamiz shunaqa. 4 ta like sotib yuborib biladi. Hayfsallarga bor, prosta oxir gap. Iltimos birodarlar, O'zbekistonlikmiz-ku, shu yerda yashayapmiz-ku, shu yerda rizqini teryapmiz-ku. Kimgadir sharmanda bo'lishimiz kerak emas. O'sha insonlarning atrofidagi insonlar qaytaringlar. Nima qilyapsan deylar, biroz aql bo'ylar, o'zlarining aqli yo'q ekanini mana bilyapti, hammaga sharmanda qilyapti. Qaytar bir erkak bordir shuning atrofida biladi. Oila a'zolari bordir, akasi bordir, dadasi bordir. Mana shu voqeani bormi? Dalilus ana Amerikadagi debil dedi. Ammo olib chiqib voqeani u taraf bo'lib qoldi yarim inson. Avaz taraf bo'lib qoldi yarim inson. O'rtada bitta kanal ochildi. O'sha kanalda faqat bir-birini qarg'agan, bir-birini so'kkan, Nozimani tarafsan, Avaz tarafsan, sen Dalil tarafsan, o'qiganmisan, faqat bir-birini qarg'agan, bir-birini so'kkan, bir-birini gunohini olgan, uning orqasida gapirgan. Zaybal bor, zaybal. Sabrajat qil, iltimos. Kerak emas. Alloh turibdi. Muhokama qiladigan, adolatni chiqarib qo'yadigan. Shu Koreyani sudida ham, jinoyat qidiruv bo'limida ham, ekspertizada ham sen bilan mendan aqlli insonlar o'tiribdi, bo'ylayman. Bekordan bekor bu yoqqa kira olmaydi. Ili Alloh bergan 4 so'mlikka qaramaydi bu. Bu meni subyektiv fikrim.